Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Surxondaryo viloyatidagi Oltinsoy tumani o'zining ijodkorlari bilan nafaqat viloyatga, balki respublikaga ham ma'lum va mashhurdir. Oltinsoy Alloh nazari tushgan yurt. Bu yurtda yoturlar donish olimlar, sufi Allohyorning hoki shu yerda, Mavlana Zohid ham topdi qo'nimlar. Albatta mana shu shoirlik, adabiyotga bo'lgan qiziqish bu o'lkada o'ziga xos xasillardan biridir. Hozirgi mening suhbatdoshim Javohir Abduvohid bilan suhbatlashyapman. Javohir Abduvohid bugungi kunda inson ijtimoiy xizmatlar markazida xodim bo'lib ishlaydi. U yoshligidan adabiyotga mehr qo'ygan va qara she'riyatda qalam tebratib turadi. Marhamat Javohirjon, yoqqan she'rlaringizdan o'qib bersangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu she'riyat bilan oshnoligim, ya'ni 4-5-sinflarda shu she'riyatga oshno bo'lib she'r yozib ijod qilib kelaman. Endi yoqqan she'rlarimdan oxiratni unutib qo'ymaylik do'stlar she'rimni ruxsat bersangiz o'qib eshittiraman. Yugurdik do'stlarim boylik izidan. Mardlar ham qaytar aytgan so'zidan, bu yolg'on yoshlarni to'kib ko'zidan, do'stlarim oxiratni unutib qo'ydik. Bugun biz mol va davlatlar topib, ba'zida yaxshini yomonga yo'ydik. Mehr muruvvatning eshigini yopib, do'stlarim oxiratni unutib qo'ydik. Gunohga duch kelib ba'zi yo'llarda, adashdik kimsasiz gohi cho'llarda, har ishni bajardik ushbu qo'llarda, do'stlarim oxiratni unutib qo'ydik. Kayf safo hammasi o'tkinchi bari, yaxshilikni o'zingdan surmagin nari, dardlarga to'lsa ham bu hayot qari, oxiratni unutib qo'ymaylik do'stlar. Bir bo'lak matoga tengdir savlating. Gar qiynalsa sening murg'ak joning ham, yordam bermas endi mol va davlating, dardingni ololmas hatto yoring ham. Bugun dunyolarga to'ymas ko'zimiz. Vaqti kelsa bir kaft tuproqqa to'lar, quyoshlarda tovlangan go'zal yuzimiz suyaklardan ajralib qabrda qolar. Qadamlar yetaklar bir manzil tomon. Ey do'stim, yodingdan chiqarma shuni, ajratish bizga emas, yaxshimi yomon, barchasin javobi bor qiyomat kuni. Hayotda bir bora o'zing uchun yasha. Bolam deb tunlari uyqudan qolib, gohida yurarlar o'ylarga tolib, mayliga bu hayot ketsa ham yonib, hayotda bir bora o'zing uchun yasha. Ro'zg'or deb oqardi sochi tolang ham. Allohga yetmasa ba'zi nolang ham, dardingni ololmas hatto bolang ham, hayotda bir bora o'zing uchun yasha. Bu yog'iga unutgin ro'zg'or g'amini. Allohim to'ldirar barcha kamini, qalbingda yoritib quvonch shamini, hayotda bir bora o'zing uchun yasha. Hayqirib daryodek umrlar o'tar, tark etar tunlari hatto soyang ham, bilmaymiz oldinda bizni ne kutar, bir bora yashagin o'zing uchun ham. Bu go'zal hayotning davrug'in surgin, farzandlaring baxtu kamolin ko'rgin, ularning yonida hamisha bo'lgin, hayotda bir bora o'zing uchun yasha. Katta rahmat Javohirjon. Albatta hurmatli aziz yurtdoshlar, yuqorida aytganimizdek bu Muzoffar Oltinsoy tumani o'zining bugungi kunda o'zbek adabiyotida qalam tebratgan mashhur shoir yozuvchilar bilan mashhurdir. Men demoqchimanki, fursatdan foydalanib Javohirjon ishlarimizni rivoj tilayman. Qolaversa kelajakdagi o'sha sizning alohida to'plamlaringiz chiqishda, kitoblaringiz alohida nashr bo'lishda omadlar yor bo'lishini tilab qolaman. Xayr, salomat bo'lingizlar. Yana efir orqali uchrashguncha xayrlashib qolamiz.